bolasi. Demak, diqqat etishlar, собирается числительныйda diqqat etishlarsiz. Мужской пол bir. Mumkin, lekin ayol shaxs mumkin emas. Hayvon bilan mumkin emas, hayvon bolasi bilan mumkin. Только множественное число doim ko'plikdagi ot bilan mumkin. Лицо, ребята, дети, люди. Mana shu 4 ta so'z bilan mumkin va oxirgisi личное местоимение bilan mumkin. Tushundingizmi? Demak, собирается числительный ishlatgan paytingizda juda ham ehtiyotkor bo'ling. Chunki bu yerda xato yo'l qo'yishimiz mumkin bo'lgan 3 ta holat mavjud. Va sonlar, demak, собирается числительный 5 ta turdagi ot bilan ishlashi mumkin. Qolganlar bilan ishlamaydi. Sizlar aytadi, ayol shaxsi mumkin emas. Hayvon mumkin emas, hayvon bolasi mumkin. Tushundingizmi? Только множественный juftliklar mumkin ekan. Tushundingiz? Demak, hurmatli